bilan chumoli do'st bo'lib bug'doy ekishibdi. Ayyor tulki har kuni qornim og'riyapti, voy boshim og'riyapti degan bahona bilan dalaga chiqmabdi. Chumolining bir o'zi ertadan kechgacha ishlab, suv quyar, o'toq qilar ekan. Nihoyat bug'doy pishibdi. Tulki xirmonning bug'doyga to'lib ketganini ko'rib, chumolini aldab, hosilning barini o'zi olmoqchi bo'ldi. Chumoli do'stim, voy, shuncha bug'doyni taqsimlab o'tirishning nima keragi bor? Yaxshisi quvlashmachoq o'ynaymiz. Xirmonga kim birinchi bo'lib yetib kelsa, hamma hosil o'shaniki bo'lsin debdi. Chumoli biroz o'ylanib, nihoyat rozi bo'ldi. Yonma-yon turishibdi. Qani bo'lmasam boshladik deya tulki qichqiribdi-da, xirmon tomon yugurib ketibdi. Lekin chumoli ham bo'sh kelmabdi. U tulkini dumiga yopishib olibdi. Tulki xirmon oldiga yetib keldi-da, silkinib. Shunda chumoli sirg'ali tushibdi-da, bug'doy ustiga chiqib olib, o'sha yerdan gap boshlabdi. "Hoy, tulki, namunchayin millamasang?" Tulki sarosimaga tushib qoldi. Voy, chumolijoning, voy, qachon kela qolding? Allaqachon men dam olishga ham ulgurdim. Sen bo'lsang haliyam hansirab turibsan. Shunday qilib tulki yengilib, boshqa hiyla o'ylab topolmay jo'nab qoldi. Chumoli barcha hosilni omborga tashib olib, qishda uni bir chekkadan yeb yotaveribdi. Dangasa tulki bo'lsa, butun qish och qoldi.